Üç padişahlık, zaman halkıgan muşavvir. 37. bab. Yüzü düşüş. Öyde Mifang bilen Dianmo ikkisi çay içişkeş oldurup, Mifang özünün sodu sahasideki qabillik halatini ko'rsatib, Dianmo bilen tirkishish jeng'i qilishga tayyorlandi. Anlasam Dian Muşavir yaqindan beri cin jamoatliklar bilan ko'ktu so'disi qilishni maslahatlashib o'tibsiz. Bu ishning putgan-putmaganligini Peqirga deb berishga bo'lamdikin? Bundaq so'rgan bo'lsa-mu, Dianmo uningga qarabmi qo'ymay chayini ichish bilan bo'layverdi. U sodigar emas. Qaraganda burunqidek usul bilan aloqa qilsam bo'lmog'idek deb o'yladi Mifang qo'shimasini sal turib. Va Dianmoning oldida bundaq hiyli ishlatmaganda sal bexatarrak bo'ladiganligini his qildi. Qarshi taraf nimani degan bilan 18 yoshida sov-sov lashkariy mushavirlikqa belgilagan kishi. Hiyli mekir jihatda bir sodigar uni qandoqmi yengalisin? Dian Muşavir, mi jamoatimiz ko'ktuzning har jingini 300 yarmoqdan setib olishni xohlaymiz. Bu mi jamoatimizning eng cho'ng samimiyati. Dianmo maktubida har jingini 200 yarmoq degan bo'lsa-mu, o'zi bahoni 50% o'stirdi. Bu samimiyatni kichik degila bo'lmaydi. Gerçi Köktuzning bozordagi bahosi 1000 yarmoq deyilsa-mu, bu bahoda mansabdorlari oilasi bilan boy oilalardan boshqa odatdagi oilalar ishlatilmaydi. Ammo mi jamoatidagilar Köktuz bozorida foyda olamiz desa, bahoni bek o'stirib etsa bo'lmaydi. Dianmo choyning ho'rini pulib etgandan keyin beshini chayqab ig'ir besiqlik bilan mundoq dedi. Jin jamoatidagilar bir jingni 200 yarmoqdan setib olmoqchi bo'lgan. Biroq ular jin jamoatining do'konini Jijudagi Wujidan Puyanga yo'tkab kelishga ma'qul bo'ldi. Agar mi jamoatidagilarning mushundaq samimiyati bo'lsa, u holda jin jamoatini rad qilsam bo'ladi. Mifangning kallasi zangildab ketdi. Jin jamoati Jijudagi Wujilik bo'lib, Wuji bo'lsa jin jamoatining uli edi. Agar ular Köktuz sodisi uchun oilasini Puyanga ko'chirib kelsa-mu, lekin mi jamoatidagilar unda qila olmaydi. Bu shart qarshi tarafni o'ziga bog'lab elish bo'lib, bak ig'ir shart edi. Mifang bundoq shartga Mijuning qo'shilmaydiganligini aniq biladi. Shunga u bir hazo turib olgandan keyin ufsinib qo'yib mundoq dedi. Dian Muşavir, bu bek cho'ng ish ekan. Peqir buningga ega bo'lolmayman. Mushavirning ko'ktu so'disiga daxl qilmaslik uchun Peqir ati Jushanga qaytib, og'amga ma'lum qilay. Nimali degan bilan mi jamoatimizning so'disiga og'am boshchilik qiladi. Bo'ladi. Biroq siz qaytsingizda bo'ldi. Iningizni qoldirib qo'ying. Uningga bak amroq bo'lib qoldi. Dedi Dianmo so'g'uq kulib. Mijonni qoldirib qo'yib, o'zi qechib ketish mutlaq mumkin bo'lmaydigan ish edi. Vaqti kelganda Miju kechirmayli qolmasdan o'zimi bu ishni kallasidan o'tkazolmaydi. Mifang darhol o'rnidan turib, Dianmoning oldida tizlanib yolvordi. Muşavir, shafqat qiling. Inim kichkidan erki ugunib, ben boshcho'ng o'g'an. Agar uni Puyangni yolg'iz qoldirib, o'zim qaytib ketsam, bu ayrilish azobiga chiday olmay qilishi mumkin. Muşavir, Peqir mi jamoatimizning Mushavirni qanday qilib, qayerda tishingizga tegib qo'yganligini rostli bilmadim. Agar bizni qo'yib bersangiz, mi jamoatimiz 50 tuman yarmoq chiqarishni xohlaydi. Mifang Dianmoning chiroyini o'zgartmay turganligini ko'rib, yolburgan holda shundoq dedi. Mi jamoatiga qarata Dianmoning haqiqatan boshqacha qarashi yo'q edi. Bundaq vosita qo'llanishi faqat keyin Shujuni olgan chaqda azroq qurbonlik berish uchun edi. Mijoning yuzini qilib, Dianmo haqiqiy ahvolni deyishni o'yladi. U qo'lidagi piyolani qo'yib, asta o'rnidan turdi-da, Mifangning oldiga kelib, engishib, astag'ina shundoq dedi. Sizlarni qasdan tanglikda qo'yganim emas. Hammasi sizlarning mi jamoatidagilarning Liubi bilan bak yiqilishib ketganligining kasabati. Biroq xotirjam bo'ling. Men Liubini yig'ishtirib bo'lgandan keyin uni qo'yib berma. Mifangning ko'zlari kerilib, tiniqi ishtiklab, usti beshi chiliq-chiliq tarlab ketdi. Bilib qopti. Darvaqa bilib qopti. Mi jamoati sov-sov bilan Liubining talash tortishining qurboni bo'lib ketadigan bo'pti. Dianmo'ga yana bir qarag'inida uning ko'zlariga qo'rqinch to'ldi. Ko'z oldidagi bu bola hech kimga ziyonkashlik qilmaydigandek ko'rinsa-mu, lekin vositasi qabih bo'lib,
uning ko'nglida nima o'ylayotganligini belgilab bo'lmaydi. Qo'rqqanidan butun badani titrab ketgan Mifangni ko'rib, Dianmo uning mo'rsiga shapilaqladi. Qaytqanda og'ingizga gapimni yetkazib qo'ying. Liu Beyning kemisi abjaq kema. Hamini cho'kib ketadi. Mi jamoatining buncha ko'p ta'alluqotini bekorga sepamiz. Undaqda inimning bexatarligi. Mifang cho'nqur tindi. Peshonasini monchoqdek tarbiyasib ketgan edi. Xotirjam bo'ling. Dianmo qaytadan o'rnidan turib, hech ish bo'lmagandek mundoq dedi. Mening sizlarning mi jamoati bilan hech qanday o'ch adovatim yo'q. Faqat sizlar moliya jihatdan Liu Beyni qo'lmasanglar, mi jamoatidagilarga hech qanday xavf yetmaydi. Aniq javobga erishgandan keyin Mifangning yuragi joyiga tushdi. Garchi og'i-ini ikkaylan o'zicha cho't so'qishib, qudilishish shakli orqali mi jamoatini savdogarlik salohiyatidan qutuldirishni umid qilgan bo'lsa-mu, ammo hozir jonni saqlash muhim bo'lg'achqa, yanada yuvashroq bo'lgani yaxshi edi. Liu Beyni deb singlisining jinini sep bersa bo'lmaydi-da. Bu yoqda Mifang Mijanning amilligini o'ylab targa cho'mib ketsa, u yoqda Mijan ochiqdan yerilg'udak bo'lib, Dianmoni tillab o'ltiradi. Bu o'lgir Dianmo. Texma qo'l uzib yurganni rostila oldirangan narsagan. Qalva, qapoq, tapyus. Bu ish tarqalib ketsa, men yuzimni qandoq ko'tarib yurayman? Agar bir kunlarda qo'limga tushib qoladigan bo'lsam, qanday qilmankin ko'rib qo'y. Kiyimlarini almashtirib bo'lgandan keyin Mijan burnini tortib qo'ydi ham so'g'uqlik bilan shundoq dedi. Cho'qim ikkinchi og'amga deb kiyimlarimni soldirib, ko'cha aylantirib sazoy qilmaydigan bo'lsam. U gapini deb bo'lgandan keyin oldidagi havoga ko'zlarini chakchaytib, put-qo'llarini shiltib, xuddi Dianmoning adibini berib atgandek hurpaydi. Bir hazo tilib olgandan keyin ondan ochiqi chiqqandek bo'ldi. Ham bak uzun hayol qolsa bo'lmaydi. Bo'lmasa, bu ablah gumonlanib qelishi mumkin edi. Garchi ko'nglida xohlamasimi, lekin Mijan yuvashlik bilan saroy uyga qaytib chiqdi. Kirgan vaqtida Mifang Dianmoni uzdivatdi. Voy, kiyim almashtirishda hajab uzoq qoldingiz-ku. Men texi inimni yo'ldan adishib qoldim ekan deb qaptimi? Dedi Dianmo qo'lini cho'plab Mijanni mazoq qilgan holda. Uning tikilib qarishidan o'ng'aysizlangan Mijan uningga qaramayla beshini tovan selib mundoq dedi. Mushavirning oldida sat bo'ldi. Mushawir mushundaq tezli qaytamsiz? Tez emas. Bak uzun tursam bo'lmaydi. Menga o'xshash o'lgir ablah bu yerda uzun tursam, jajamni tatib qolmay. Bu tunugun jufu ravqida Dianmoni tillagan gap emasmi? Mijan ongliq qilcha Dianmoga qarab turadi. Bu ablah acaba mening aranchi yasni vaqtimni bilib bo'lgan o'xshamamdi. Yo'q, bildim. Cho'qim Dianmo meni topolmay bu gapni menga yetkazishni o'ylagan o'xshaydi. Mijan o'ziga tasalli berib turayotganda Dianmo eshikdan chiqib bo'lgani edi. Tuyuqsiz u orqasiga burilib, Mijanga qarab qiziqchilik qilib mundoq dedi. Ha, ras inan. Siz menga Dianmoni saroyga taklif qilib kelsam, mi jamoatidagilarning katta suyunchi berdiganligini degandingiz-ku. Sizdan so'rab baqsam, katta suyunchi nima ekan? Bu ablah rostila bilib qopdi. O burilla ham ishni bilib bo'lsa-mu qasdan gap qilmabdi ekan. Shundoq bo'lganda kirib meni quchoqlashi va choy to'kib etishi qasdan shundoq qilgan ekanda. Mijan boyi yuz bergan ishlarni o'ylab, yuzlari qon tamadigandek qizirib, Dianmoga udul qarashga petin olmadi. Bu jahonda mushundaqmi o'ktam arkishi bo'ladi ekan? Iflos, razil, pastkash. Mijan ochiqda yerni tepib, ichida Dianmoni necha mingni tillabatdi. Bo'ldi, xo'sh. Men mangay. Inan, qandoq katta suyunchi berishni o'ylashib bo'lganda, baliqning kunchiqish tarafidagi Dian qasriga olib berishni unutib qolmang, ha? Bu darajada ahmoq qilinganiga Mijanning ochiqdan o'ti yerilg'udak bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin Mifang bosh oxirini uqolmay, kallasini qoshlig'inicha so'rdi. G'alati ish. Bu mushavirning nima deganidir? Singlim, siz tushundingizmi? Tushunmadim. O sep o'zidan bir muttahamkan. Uning nima deyotganini kim tushunsin? Mijan ochiq bilan tovlig'ach uyga kirib, yotqanning ichiga kirib yetib oldi. Uning yuzi tushib, bakli o'ng'aysizlangan edi.